Assalomu alaykum hammaga. Qadrdonlar, bugun videomiz oddiy shu avtomobillarda pоворот relalarini qanday ishlashini ko'rsatib bermoqchi edim. Bu endi kimgadir qiziq bo'lishi mumkin, bilganlarga-ku bu oson narsa, bilmaganlarga qiziq ma'lumot bo'lishi mumkin. Qo'limdagi mana bu yashil Nexia'larning pоворot relasi, mana bunisi kichkina oq qoralik Damas'lar pоворot relasi bo'ladi. Bularda mana Nexia'niki 49, 31 va 49A nomerlangan. Mana shu holatda bo'ladi. Uni pоворot relani 49 ga plus to'kib beriladi. 31 doimiy massa bo'ladi. Mana bu 49A dan pulchatriga chiqib ketish bo'ladi. Damas'larki naborot bo'ladi, teskari holatda bo'ladi. Xuddi shuni teskari ulanadi. Damas'lardagi raqam yo'q, prosta harflangan. E, B, L harflari bilan harflangan. Bunda bo'ladi B harfiga plus ulanadi, E harfiga doimiy massa ulanadi, L dan chiqib ketadi pulchatriga. Endi buni ishlatib ko'rsataman sizlarga. Mana bitta kabel tayyorlab olganman. Uni akkumulyatordan doimiy plus. Yana bitta kabel tayyorlab olganman. Akkumulyatordan doimiy minus. Birinchi Nexia'nikini ishlatib ko'rsataman. Mana 31 raqamiga bitta kabelimizni suqamiz. 49 raqamiga doimiy plus suqamiz. Mana suqqanlaringda eshitgan bo'lsalaring, agar chirik ketib ovoz chiqadi, rela ovoz beradi. Suqqan holatda. Endi bizga bitta lampochka kerak bo'ladi. Mana lampochkaning doimiy bir tomoni minusda bo'ladi, ikkantay bo'ladi. Doimiy minusda bir tomoni plus mana. Shu o'rtaga suqilganda o'zi qachonki bu pоворот rela shu расход boshlanganda keyin ishlashni boshlaydi, bo'lmasa turaveradi shunday. Qachonki lampochkaga ketdimi, to'kani ishlashni boshladi mana. Oddiy holatda mana. Mana sug'uramiz. Endi mana Damas'nikini ham suqib ko'rsataman endi. Yana xuddi shu holatda mana plusimiz endi buni teskari holatda ulanadi. Plus minus almashib keladi bunda. Mana B harfiga plusni ulaymiz. Doimiy plusimizni. E harfiga doimiy massani ulaymiz. Mana bunni ham suqqanda tirik ketib ovoz chiqyapti relani ichidan. Kontrolkani o'rtaga suqamiz L harfiga. Shunda o'zi lampochkaga to'k kelishni boshlaydi. Pavorotimiz relamiz ishlashni boshlaydi mana. Mana ishlashini ko'ryapsizlar mana. Juda oson, oddiy holatda. Xudo xolasa keyingi videoda mana bu pulchatriga qanday ulanib, mana bu yerda 3 ta yashil kabeli bo'ladi. Bitta shu pavorotni o'rtadagi nimasi kontaktidan to'k kelish, mana bu chap o'ngga chiqish. Keyingi videoda shu pulchatriga ulab ko'rsataman qanday ishlashini. Va buni uchkantayli oddiy pulchatriga ham ulab ko'rsataman. Uy sharoitida bemalol любой texnikaga montaj vositalaring bo'ladi, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.